Sizga tuhmat qilayotgan odamlar bilan olishib ovora bo'lmang. Nimaga desa, achib qolgan ovqat mehmonxonaga olib kirsangiz ham sasiydi, sefga solib qo'ysangiz ham sasiydi, omborga olib kirsangiz ham sasiydi, axlatxonaga tashlasangiz ham sasiydi. U tuhmatchi odamda bo'ldi, u tuhmat qildimi, u tuhmatdan qaytmaydi u. Tuhmatini qilaveradi. Va bu tuhmatni sizni bo'yningizga bir narsa qilib qo'yishda arafasida bo'ladi. Siz u bilan ovora bo'lmang. Mayli, u nima qilsa qilaversin, hidlanaversin u. U bilan ishingiz bo'lmasin. Siz o'zingiz duo qilib, o'zingizni pok saqlab, pokmisiz o'zingiz, o'zingiz uchun Allohdan Alloh pokmisiz, bo'ldi, undan narsadan cho'chimang. Allohga topshirib qo'ying. Bo'ldi, Xudo o'zi uni nima qilishni Xudo o'zi biladi. Faqat siz shu tuhmatni ham Xudodan deb bilib, shunga sabr qilib, o'sha tuhmatchini hali ko'rni qorong'ida topadi degan maqol bor, bilasizmi? Ko'rni qorong'ida topadi. Bir ajib maqolda bu, juda chuqur maqol bu. Bu meni gapim emas, ota-bobolarimiz gapi. Qarang, o'zi ko'r. Hech nimani ko'rmaydi. Qorong'ida yana ko'rni topar ekan. Bu degani shuki, azizlar, mana tuhmatchi deyapmiz, bu tuhmatchini o'zini hamkasabalari bor. Birga oshiydi, birga yuradi, birga turadi, bir-biriga juda chastotasi tushadi. Shirillamaydi, ya'ni maytfonda, radioda to'g'ri to'g'ri kelmay qolsa shillaydi, u shirillamaydi hamda bular. Shu daraja bir-biriga tushadi bular. Nima demoqchiman? O'ziga o'xshagan to'rtta ko'r ishonadi xolos gapiga. Biz mo'minlar nima deymiz? Siz haqingizda menga bitta gap kelsa, men haqimda sizga bitta gap kelsa nima qilamiz? Fatabayyanu degan Xudo. Aniq qilmagungacha ishonma degan. Ko'rmadingmi biz ishonmaymiz. O'zimiz guvohi bo'lmadingmi biz ishonmaymiz. Biz o'zimiz eshitmadingmi biz ishonmaymiz. Meni gapiraversin. Biz shuna bo'laylik azizlar. Chetda o'tirganlar biz shuna bo'laylik. Siz haqingizda menga bitta gap keldim, og'zimni ochib eshitib turavermaydi. Men haqimda bitta gap keldimi, siz og'zingizni ochib eshitib turmang. Aniqlang uni. Aniqlashlikda sizga foyda bormi birinchi o'rinda? Shuni o'ylaylik. Keyin birov haqida gapirayotganda bu to'xta qo'y, oshna menga gapirmadi. Xudo insof bersin o'shanga.